qator oralarga yurib ishlash uchun sepli gusunitsali motovloylarga qanday agregatlarda qo'yib foydalanish mumkin deb so'ragan akalarimiz uchun bugun agroservis do'konlaridagi sepli gusunitsali motovloylar uchun universalni chisel ulangan varianti. Ikkinchida turgan motoblogimiz esa universalni plug ulangan varianti. Uchinchida turgan motoblogimizda esa dorilarni solish uchun va ekinlarni ekish uchun selka apparat ulangan varianti. Hozir bu uchala gusunitsali motoblogimiz ham sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz. Kimga mana shu turdagi sepli gusunitsali motobloglar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimni qoldirib qo'yapman. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bizning do'konlarimizda hozirgi paytda sepli gusunitsali motobloglarimizni salarishli variantlaridan, xohlaganlar uchun benzinli, ballonli variantlaridan, xohlaganlar uchun 9 ot kuchli, orqasiga mana shunday universalni selka apparat ulangan variantlaridan sotib olishlaringiz mumkin. Bu gusunitsali motobloglar o'zi nima ishlar qiladi, nima uchun buni sotib olishimiz kerak deb so'ragan akalarimizga endilikda yerlarni haydash uchun birinchi joydan ikkinchi joyga ko'chirib ishlatishda bundan oldingi motobloglarimizni mana shu holatda bo'lardi. Bu seplariga shikast yetib qolganligi uchun hozirgi paytda ballonli variantlarni olib kelganmiz. Bu ballonli variantlarni qulayligiga akalar e'tibor beringlar. Yerlaringiz oxiriga yetib borgunizgacha mana shunday ballonlardan foydalanib ishlatishlaringiz mumkin. Bu gusunitsali motobloglarimizni hozirgi paytda 50, 60, 70, 80, 90 agat oralarini bemalol aytib o'tganimdek kultivatsiya qilib, agatlaringizni olib, yerlarni haydash uchun va dorilarni solish uchun ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, birma-bir gusunitsali motobloglarimizni ma'lumotini tanishtirishni boshlaymiz akalar. Agarda video manfaatli va foydali bo'ladigan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Xo'p, gusunitsali motoblogimizning birinchida turgan varianti yoqilg'i turi salarishli varianti. Bu motoblogimiz motorlari 173 motor, yoqilg'i turi salarka bo'ladi. Salarka boklari 3 litrli. Soatiga qancha rasxod qiladi deb qiziqayotgan akalarimiz uchun soatiga 1,5 litr salarka rasxod qiladi akalar. 1 soat ishlasa 1,5 litr salarka. Bu degani bitta bok bilan 6 soat ishlash imkoniyati bor. Xo'p, salarishni motoblog boshqarib yurgan akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Benzinliklarga qaraganda kam qiziydigan varianti hisoblanadi. Motoblogimizda yurgizish joylari zavodni orqali bo'ladi akalar. Ot kuchlari 7 ot kuchli hisoblanadi. Zavodni bilan yurgizib olganimizdan keyin motor ishga tushgandan keyin через remen orqali e'tibor beringlar, reduktorga harakat beradi. Bularda reduktorga harakat bergandan keyin sepi avtomatik aylanadi va 16 santimetrli seplar bilan jihozlangan bo'ladi. Seplari ham original varianti bo'ladi, pechatli seplardan qo'yilgan. Bu motobloglarimizning hozirgi paytda reduktorlari har xil assortimenti bor. 250 tali, 350 tali, 450 tali variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Bu reduktorlarni katta kichikligi nima uchun foyda beradi deb so'ragan akalarimiz uchun harakat через remen orqali bo'lganligiga оборот tez bo'ladi. Shuni hisobiga reduktor urib qo'yishi mumkin. Shuning uchun reduktorlarni yaxshiroq variantlardan olishlaringizni tavsiya beramiz. Qayerdan olishingizdan qat'iy nazar sotuvchidan so'rab oling, reduktori necha yuztalik. Agarda sizga 350 tali va 450 taligini beradigan bo'lsa, bular yaxshi chiqadi akalar. Xo'p, undan tashqari motor ishga tushib ishlagandan keyin akalar bularda ikkitadan skorisi bor. Oldiga ikkita, orqaga bitta skorisi bor akalar. Avtomat korobka hisoblanadi. Skorisiga urganingizdan keyin mana shu gazni qo'shadigan bo'lsangiz, motoblog oldiga qarab harakatlanadi. Gazni qaytaradigan bo'lsangiz, joyida avtomatik to'xtaydi. Xo'p, motoblogimizning orqasiga qo'yiladigan agregatlarimizni bemalol mana shu yerga qo'yib joylashtirirsalaringiz bo'ladi. Xohlaganlar mana shuni kultivatsiya, xohlaganlar universalni pluglari, xohlaganlar mana shuni dori soladigan selka apparatlari va undan tashqari agat oladigan, joyga oladiganlarni qo'yib va foydalanishlaringiz mumkin. Bu sepli gusunitsali motoblogimizda salarishli varianti edi akalar. Endi benzinli variantini ham sizlarga qisqacha ma'lumotini tanishtirib o'tamiz va keyin agregatlarni ham qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Xo'p,
Bu benzinli variantimizda 170 motorlar bilan jihozlangan, ot kuchi 7 ot kuchli hisoblanadi. Motoblogimizda yoqilg'i turi benzinli bo'lgani uchun benzin rasxoti soatiga yarim litrdan 700 grammgacha benzin rasxot qiladi. 5 litrli benzin boklardan qo'ydirib olib kelganmiz. Motoblogimizda vozifli filtrlari maslinli qilib ishlangan bo'ladi. Bu maslinli filtrlar motorga kam chang havoni olib kirish uchun changlarni mana shu joyda o'zida ushlab qolish funksiyasini bajarib beradi akalar. Motoblogimizda yurgizish joylari zavodni orqali yuradi. Bu motoblogimizda endi aytib o'tganimda xohlasangiz salarikali, xohlasangiz mana shuni 9 kuchli variantlarga balonli variantini qilib bera olamiz. Bu degani mana shu palish yordamida shuni yechib turib, balonlarni olib foydalanishlaringiz mumkin. Juda ham qulay akalar, 2 dona palish yordamida olib foydalanishlaringiz mumkin. Bu gusunitsali motoblogimizda harakat cheres remen orqali bo'ladi. Ikkitadan remenlar qo'yib o'tilgan, motorlari 170, seplari bularni ham pechatli hisoblanadi akalar. Yerga tegib olmaydimi deb so'ragan akalar uchun mana akalar seplarni bemalol ishlatishlaringiz mumkin. Bundan tashqari bularda ham reduktorlari mana ichki tomoniga qo'yib o'tilgan. Bularda ham 250 tali, 350 tali, 450 tali reduktorli variantlari bor akalar. Xo'p. Bu motoblogimizda oldiga ikkita skorisi bor akalar, orqaga bitta skorisi bilan jihozlangan bo'ladi. Bularda endi rollarni bemalol o'zingizga moslab, ko'tarib, tushirib ishlatsangiz bo'ladi. Bularda ham avtomat korobka hisoblanadi. Skorsga urganingizdan keyin gazni qo'shadigan bo'lsangiz, motoblog yuradi. Bu motoblogimizda orqasida turgan agregatimiz universalniy puluk hisoblanadi. Bu universalniy puluk yordamida yerlarni haydashda xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga ligirovka qilib, yerlarni haydashda va agatlarni olish uchun foydalanishlaringiz mumkin. Bu sepli gusunitsali motoblogimizda benzinli 7 ot kuchli varianti. Xo'p, 3-da turgan motoblogimiz esa 9 ot kuchli variant hisoblanadi. Bu motoblogimizda ham yoqilg'i turi benzinli bo'ladi. Bu motobloglarimizdan farqi, e'tibor beringlar, dori soladigan selka apparatlariga juda ham yaxshi ahamiyat berilgan. Harakatlari cheres sep orqali qilingan akalar. Bu degani aniqligi tomonlama 10 cm dan boshlab 15-20 cm gacha dorilarni va ekinlarni solish uchun o'zi mana shunday nasatkalargacha qo'shib beriladi. Xo'p, bu motoblogimizda yurgizish joylari zavodni orqali. Motoblogimizning oddiy motobloglardan farqi amortizatorli varianti bo'ladi akalar. Bu tomonida ikkita amortizatori, bu tomonida esa yana ikkita amortizatori bilan qo'yilgan bo'ladi. Bu degani siz agatlarning orasida yerlarni haydayotgan paytingiz vibratsiya bermaydi-da, boshqarish uchun qulayroq variant hisoblanadi. Xo'p, bu gusunitsali motoblogimizda seplari ham juda ham yaxshi seplardan qo'yilgan. E'tibor beringlar, reduktorlari oldi tomonga qo'yilgan, kattaroq reduktordan qo'yib o'tilgan bo'ladi. Bu gusunitsali motoblogimiz soatiga 700 grammgacha benzin rasxot qiladi. Bu motoblogimiz ham hozirgi paytda har xil varianti bor. Xohlaganlar uchun mana shunday dori soladigan selka apparatlari bilan birgalikda xohlaganlar uchun motobloglarimizni o'zini bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bu sepli gusunitsali motobloglarimizda o'zini komplektlariga mana shunday universalniy pluglari va 50, 60, 70, 90 agat oralarini kultivatsiya qilish uchun chizillari va undan tashqari dorilarni solish uchun mana shunday selka apparatlari va undan tashqari jo'yak oladiganlarigacha komplekt holatda qo'shib berilyapti akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimda Viber bor, kelib bemalol tanlab olishlaringiz mumkin. Salarkali, benzinli, 7 ot kuchli, 9 ot kuchli hammasidan olib kelib qo'yganmiz. Bu gusunitsali motobloglarimizda hozirgi paytda narxlariga qiziqqan akalarimiz uchun narxlari eng arzon modellari $450 dan boshlab akalar, eng sifatli bo'lgan original modellari, e'tibor beringlar, reduktorlari hammasi hozirgi paytda eng yaxshi modellardan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bu motobloglarimizni hamma komplekti bilan oladigan bo'lsa, $850 gacha chiqadi akalar. Xohlasangiz salarkali, xohlasangiz benzinli modellardan qilib beramiz. Yana bitta bonusi akalar, mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga omad yozib qoldiradigan bo'lsangiz, kelganingizda bonus uchun mana shu balonli variantida tekinga qo'yib beramiz. O'zi zavodsiz holatda chiqmaydi, biz sizlarga bonus sifatida tekinga qo'yib beramiz. Xohlasangiz ikkita sepli gusunitsali motobloglar, xohlasangiz mana shunday
9 kishilik xolisi salarishli modellarga balonli variantini qilib tayyorlab beramiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek, gusunistali motovloylarimiz o'zining narxi $450 dan $850 gacha komplekt holatda olishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, batafsilroq ma'lumotlarni ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Shu nomerlarga aloqaga chiqib sotib olishlaringiz mumkin. Bizning do'konimizda boshqa turdagi motovloylarimizdan topishlaringiz mumkin. Asosiysi Viber bor, kesalarning xudo xolasa qo'ldan kelgancha narxlarni eng arzon narxlarda qilib beramiz va siz tanlagan motovloyni original modellardan qilib berishga harakat qilamiz akalar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni. Video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.